Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bizda quyosh chiqmoqchi bo'lyapti. Ertadan soat 7:42 ekan. Quyosh chiqmoqchi bo'lyapti. Shahar ko'rinmaydi. Juda tepadamiz. Baytda g'ish uryapmiz. İşlarimizga ko'ra baho beringlar. Liniyasi ham to'g'ri. Mana shu ishlarda biz qildik. Bugun 3-oktyabr. Mana shu ishlarni biz qildik. Primichka 10 euro bitta donasi. Ikkita 12 ikkita 40 euro bo'ladi. 12 euro sal kattarog'i. Mana bu devorga ham biz urdik. Ro'para devorga urdik. Narigi tomonda ham katta qurilish ketyapti. Bu tomonga o'tildi. Shahar ko'rinmaydi, tuman. Sovuq tushib qoldi bizda. 3-oktyabr endi yangi formalarda xohlasa ertadan kiyib chiqamiz. Issiq kiyimlar beryapti. Issiq kiyimlarni kiyib chiqamiz ertadan. Mana bu yerda yana biz ishimiz bor. Mana g'ishlarni ham urdik. Ularni ham urdik. Buni kubasi 50 euroda. 50 euro. Kubaga hisoblanadi bu katta g'ishlar ular. Uzunligi 34, buyog'i 24, 20 shaqa 19,5 balandligi shunaqa. Buni sheriklar qilishdi bu taraflarda. Bunisini biz qildik degandek. Bu Liftovoy shaxta. Qosimjon. Qorboy. Dostonbek qani? Doston. Keldimi? Ha, yaxshi. Bismillahirrohmanirrohim deb ishni boshlaymiz. Musofirlarni qo'llab-quvvatlab turinglar. Duo qilib turinglar, like'larni ayamasdan bosib turinglar. Musofirlar uchun musofirlarga bosib turinglar. Musofirda yurganlarga. Mana sizlarga ba'zilarni ko'rsatmoqchi bo'lyapman. Ko'rinmayapti, o'yoqlar. Shahar ko'rinmayapti. Baland-baland binolari bor, chiroyli joylari bor. Litva o'zgaryapti. Litva yangilanyapti. Yangi shahar bo'lyapti. Juda katta qurilishlar ketyapti Litvada. O'zgarish katta ketyapti. Bu yerda dom qurilyapti. Hozir 7-etajdamiz. Mana o 9 etajlik bino. Hozir biz mana shuni 9 etajga olib chiqishimiz kerak. Endi 7-etajni bitkizyapmiz. Plitalarni qo'ygandan keyin 8-etajga chiqamiz.